Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan Topli domla Shoh Islom. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan o'lchami turistalik bo'lgan titan, ya'ni zamonaviy til bilan aytganda bollar bilan tanishamiz. Ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Turistalik titan deganda ichki suv hajmi 400 litr deb o'ylaydi. Bu xato. O'lchami 40 sm bo'lganligi tufayli turistalik titan deb aytilinadi. Ichki suv hajmi esa 180 litrni tashkil etadi. Titanimizda 3 xil turdagi suv mavjud. Polagovi, sauna hamda oddiy. Oddiy titanimiz samovar sifat qilib ishlangan bo'lib, o'rtadan bitta 89 hamda prokol sifatida 20 talik turbalar o'rnatilgan. Bu titanimizni suv kirish hamda chiqish rezvalari bo'ladi. Rezvalarini sizni buyurtmangiz asosida joyi va o'lchamlarini turli joylarga o'zgartirishimiz mumkin. Agar sizga ham shunday mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni tagida nomer qoldiraman, bizga murojaat qiling va buyurtma